Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Yana bir qatimliq Uçuq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdulla Yalqun. Qadrli ko'rganlarimiz, albatta biz bu programmamizni yillardan buyon xilma-xil sohalardagi millatimiz ichida ko'z ko'ringan, mayli siyosiy sohadagi bo'lsin, ilmiy sohadagilar bo'lsin, shu millatning avangardlarini taklif qilib, xilma-xil mavzularda suhbat qilib kelyapmiz. Bugün şunun cümlesini tünügün biz e'lonimizda bergandik. Hamas g'alaba qildimi yoki mag'lub bo'ldimi degan temada. Albatta bu masala ta 2023-yili 10-oyning 7-kundan boshlab G'azza xalqi ishg'oliyatchi Isroiliyaga qarshi bir harakat boshladi ekan ko'lamlik. Va shundan buyon albatta bu 15 oy, yani insan tasavvur qiluvsiz darajada ko'rinishlarni butun dunyoda mayli nada yashayotgan bo'laydi, butun dunyoning xabarlarida har kundagidek u yerdagi fojia, vahshiylik, shu kichik bola, ayollar, sanoqsiz hozirgacha rasmiy son 50 mingga yaqinlashgan bo'lsa, u xarobiylikning ostiga ko'milib ketgan, chiqirib elish asla mumkin bo'lmagan bir vaziyatni Falastin xalqi bo'lib, G'azzadagi xalq boshdan kechirdi. Balkim u tuproqning ostiga ko'milib ketganlarni qo'shsa 100 mingdan oshib ketishi mumkin. Va nurg'un yordamlar. Hammasi ko'rib o'tdik. Butun axborotlarda bu so'zlar tilga olindi. Oxir hamda shu urush to'xtatish oxiri Isroiliya bunga urush to'xtatishga majbur bo'ldi. Asir almashtirish ishi boshlandi hozir dastlabki bosqichda. Uni albatta biz xabar shaklida biz ekranlarga davomli qoladigan mazmunlarni sunib turdik. Hamda biz bu bugungi bu mazgilda shunday bir vaziyatda buni tafsiliy holati bir albatta bu 1,5 yilga yaqin, 1 yildan ortiq jarayonda Falastin haqida, ularning kurashlari haqida har xil ustozlarni taklif qilib, mutaxassislarni taklif qilib bir qancha suhbat o'tkazgan bo'ldik albatta. Hamda bu oxirlashish bugungi bosqichning biroz bir muloyiz qilaydi degan shaklda huzuringizda o'tiribdik. Lekin biz soat 2 deb e'lon qildik, oldi bilan kechirim so'raymiz. Ba'zi masalalar tufayli kechikib qoldik programmaga. Bugungi programmamizning aziz mehmoni amalar tunishib bo'lgan ilgari nurg'un suhbatlarda huzuringizda bo'lgan ustozlarimizdan biri Sharq Turkiston Ulamolar birligi, shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashag'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekranda chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmaga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishingizni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun hem baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programmaga kirib ketsak, hamda albatta hurmatli ustozlarim, shu biz bugun dunyoviy ko'zimizni qaragan vaqtida Isroiliyaninki hamda bugun mayli qoral jihatdan bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, butun shu urush jarayonida butun Amerika boshliq G'arbning hammasi Isroiliyaning orqasida turdi. Har qanday jihatda Isroiliyani qo'llaydiganligini bildirib keldi. Hamasning kichikgina bir G'azzadagi bir rayondagi bu yerga yig'ilib qolgan, muhosirga etilgan bularningki hamda kuch selishtirmasi, odam soni, qoral hamma jihatdan tasavvur qiluvsiz darajada farq bor hamda. Va shundoq bo'lishiga qaramay bular mustahkam holatda turib, oxiri Isroiliyani kelishim tuzishga majbur qilib, u ko'rinishlarni ko'rdik. Nurg'un asrlarni qutqizdi. Hamda shu ahvolda bir tarafdan qarasak, yana Isroil G'azzaninki ko'rinishlar va bu jarayonda o'lib ketgan son-sanoqsiz kishilar, butunlay xonavayron bo'lib ketgan bir shahar var hamda. Qabristonlik aylanib ketgandeklar bombardimondan.
Hem de moşunda bir güçten polukni közge elip durup qarığa vaqtida Hamas mesela İsrailiyedeki bir aldı ki bu gayet zor güçke uruş etişiş bilen qaramlık kıldımı ya ki nimdep bunu qanda bir gayret kilip bunda bir urushni boshlab qoldi deb qarayman. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salam olsun. Qısqacha tarix kirgan vaqtimizda İsrail devleti 1948 yılı Palestin tuprağında birinci dünya urushining oldiga İslam ellerine bo'libmi o'ttir sharqdagi yoki arab dunyosidagi islom ellarini mustamlak qilib olgan davlatlar yoki kuchlar tarafidan qurilib chiqqan vakil xarakterli bir davlat. O'zining kuchiga tayanib emas, mustamlik kuchlar tarafidan qurilgan vakolatchi bir davlat. Shundan tortib 48dan tortib 70 kadar bu İsrail bilan bir qanchalig'an arab davlatlari orasida bir qancha qatimliq urushlar janglar yuz berdi. Bu tarixga kirmaymiz. 1993-yilga kelgan chaqda İsrailga Palestinga avtonomiya huquqi berdi. Uni ilgari berilmagan. Avtonomiya huquqi berilgandan keyin 2005ga kelgan vaqtida, 2005-yilga kelgan vaqtida G'azza rayonida mustamlaka qarshi, tajovuzchilik qarshi ozodlik harakati kuchayish sababidan İsrail G'azzani tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. İsrailning 2005-yili G'azzani tashlab chiqib ketishi birisi G'azzani yetim qoldirish, yana birisi xalqaroniki u yerda qurolsiz insonlarga elib borgan tanqididan saqlanish va siyosiy jihatdan muhosir qilib yo'qotishni plan tuzgan maqsadda boshqaramay, tutib turamay chiqib ketgan edi. Hamas harekete kelsak, Hamas boshqarayotgan. Hamas harekete kelsak 1987-yili Ahmed Yasin degan shaxsininki yoki kishining yetakchiligida qurilgan islomiy va milliy ozodlik harakati hisoblanadi. Xo'sh. Bu harakat 2006-yili Falastinda elib berilgan, ya'ni İsrail 2005-yili G'azzadan chiqib ketgandan keyin 2006-yili Falastinninki G'azza va g'arbiy qismida umum saylam erib berildi. Bu saylamda Falastinda elib berilgan bu saylamda G'azzadagi Hamas harakati saylam natija qozondi. Hukumatni bula qurdi. Hukumatni bula shakllantirdi. Ammo bir yil o'tmaylam Falastinga rais huquqini olgan xalqaro e'tiborga erishgan Yasir Arafatninki izbosar bo'lgan Abbas ve onun guruhi bu hükümetin bir yılda iken itiraf kılınmadı. Hamas bilen bu Abbas guruhi arasındaki kelişim tügedi. Sürkülüş yüz berdi. İkelerin arası çak gitti. Ahval bu boyunca davamlaştı. 2013-yılga kelgan vaqtida İsrail Morsi mulluq atgandan keyin Muhammed Morsi Misr hokimiyati. Xo'sh. Yani xalqaro kuchlar tarafidan tushirilgandan keyin mulluq atgan demaydi. Tushirilgandan keyin Palestinni her taraftan muasir gelish harkini yapmadı. Chegaralarning hammasini dengizdan quruqlikdan taqadi. G'azza atrofidagi ba'zi arab davlatlari İsrailninki G'azzani muasir qilishiga o'limi hamkorlashdi. Masalan, buning qatorida Urdun, Misr deganga o'xshash. Buning unda qilish sababi nima esa 2013'ten keyin barliq kelgan bir qism hokimiyatlar sekularizmchi va mustabid. Hem ba'zi bir kuchlar tarafidan o'ttirg'i chiqarilgan vakolat sifatidagi shaxslar. Bu sababdan bo'limi G'azzani muasir qilishga qatnashdi. Hatto Misrdagi birdan bir chiqish ag'zi bo'lgan bu chegarasimi tamoman taqaldi. Natijada 2013dan tortib ta 2023 qadar urush boshlangan qadar G'azza bizning vatanimizga o'xshash ochiq bir turma oltiga kelib qoldi. Bu G'azzada 2023-yili uni oldidan bir qancha qatamli urushlar bo'lgan. Masalan 2006da bo'lgan, 8da bo'lgan, 2012da bo'lgan, 19da, 20da bo'lgan bir qancha qatam hafta yoki 15 kunlik yoki bir oylik bo'lgan urushlar yuz bergan. Bu 2023ga kelgan vaqtida To'pan Aqsa nomida cho'ng bir urush portildi. Bu urush kelsak G'azzaliklar bu yerga ishg'olchi İsrail tarafidan majbur qolgan bu urushdi.
Xo'sh. Bu g'aziliklarniki ixtiyori bilan, tanlashi bilan bo'lgan bir urush emasdi. Bular bu urush kirishga majbur qilib qolgan. Her tarafdan sıktı. Her taraftan muasirga aldı. Turma altıga aylandırdı. Sırt bilan bo'lgan munosabatini tamamen çekildi. Sırt bilan elish berish, savdo sataq ve boshqa ishlar tamamen cheklanib qo'yganlik uchun bular ig'ir darajada bir muasirda qolib qolgan. Bundaq bir vaziyatda bir musulmonga nisbatan mustamlik ostida xo'rliqda yashagandan ko'ra yoki bo'lmasa ast xarakterlik qiyinlab o'lgandan ko'ra qo'liga qurol olib, o'rlik uchun, mustaqillik uchun, insonlik uchun ya g'alaba qilish ya shehid bo'lish uchun otilinishdan boshqa yo'l qolmaydi. Xo'sh. Bularga jang qilishdan boshqa ya g'alaba qilayli yoki mardlarcha maydonda jang qilib o'lib ketadigan ikki xil tanlashdan boshqa yo'l qolmagan. Chunki jonni qo'g'dash bir musulmon nisbatan aqidasini qo'g'dash, vatan millatini qo'g'dash, izzat sharafini qo'g'dash, Xo'sh. kimlikni qimmat qarashini qo'g'dash bu farz bir masalasi. Bu sababdan jang qilish bu e'tiqodiy majburiyat, milliy majburiyat ham insoniy bir majburiyat. Ozodlik harakati bo'lgan Hamas kasik bu g'arbiy tarafdagi, Falastinning g'arbiy tarafidagi Abbas guruhiga yoki burungi Arafatning partiyasi bo'lgan Fatih harakatiga o'xshash, avtonomiyacha Fatih harakatiga o'xshash mansab uchun, pul uchun qurol tashlamadi bu. Ammo nima qurol tashlab bo'ldi? Abbasning atrofidagilar qurol tashlab bo'ldi. Gerçi 60 ming atrofi saqchi bo'lgan bo'lsin, bu yenik tip qurol o'g'achqa hech qanday bu dushman qarshi ishlatilmaydi. Hamas harakati avtonomiyachi Abbas guruhiga o'xshash mansab uchun, pul uchun qurol tashlamadi. Hamas harakati xotirjam bir turmush kechirish badaliga mustaqilligidan voz kechmadi. Chunki bular mustamlika ostidagi bir vatanni qutqizish, musulmon o'zining qimmat qarash, kimligi bilan yashashni bu iymoniy jihatdan farz, mas'uliyat va vatanparvarlik deb e'tiqod qiladi. Agar Hamas qurol tashlagan bo'lsa, mustaqillikdan voz kechgan bo'lsa, Abbas guruhiga o'xshash yoki Fatih harakatiga o'xshash qo'choq podshohlar bayoshat yashagan bo'ladi. Lekin bu Hamasga iymoniy kuch, bulardagi milliy g'urur, vijdon, axloq, vatanparvarlik ruhi va mustaqillik irodasi mustamlikaning ostida qo'choq podshohlab yashashni rad qildi. Uni yo'l qo'ymadi. Xo'sh. Agar Hamas 2023-yili 10-ayning 7-kuni To'fon Aqsa harakatini boshlatmagan bo'lsa, Falastin atrofidagi yoki O'rta Sharqdagi ko'plagan arab davlatlarininki Isroiliya bilan uzun muddatlik yoki avvalning telefon abadiylik, tinchlik kelishim tuzish natijasida Falastin masalasi dunyo sahnasidan tamoman yo'qolgan bo'ladi. Xo'sh. Bu ish elib berilgan vaqtida davr savdosi yoki asr savdosi degan savdoning taqozosi bo'yicha ilgari bir qancha ilgari bo'lgan. Bu savdoning taqozosi bo'yicha Isroil G'azzaga hujum qilib boshlagan bo'ladi. Cho'qim hujum bo'ladi. Xo'sh. Hammasini yo'qotishga uringan bo'ladi. Bu vaqtning o'zida G'azzaliklarni Misrningki Sayna cho'lligiga surgun qilish harakat olib boradi. Natijada bu G'azzaliklar vatandan mahrum bo'lib, G'azza cho'lligida xo'rliq ichida vatansiz holatda yashagan bo'ladi. Agar bu holatda kelgan bo'lsa, uning tatadigan badali taximmi ig'irlashadi. Demak, bu G'azza ahlininki, Hamas harakatiniki hozir to'lagan, muqaddim deyilgandek to'lagan badali ilgari buni atlanmagan bo'lsa, Xo'sh. agar bular jang atlanmagan bo'lib qolsa to'lab ketgan badaldan taximmi ig'rali tushib qoladi. Hozir mushunchalik badal to'lagan bo'lsa, agar bular bu ishni boshlamagan bo'lsa, ishni oldindan olmagan bo'lsa, taximmi agar badal to'lab ketadi. Ammo harakati bu yuqorqi bir qancha turli xatarni his qilib, ishning oldini olish uchun harakatga o'tdi. 470 kun yoki 1,5 yil atrofi davomlashgan bu 20-yil asrdagi eng vahshiy elib berilgan bu kurashda yoki bu jangda yoki bu irqiy qirg'inchilikda qo'lga kelgan natija yoki kelib chiqqan ziyon demasa, Hamas tarafidan 50 ming atrofida odam shehid bo'ldi.
Bununla yer asıl kömülüp qalğan yoki hozircha xabar olmagan 50 ming odamni qo'shsak, 100 ming atrofida shet o'g'an odam. Yaralanganlarning soni 100 ming atrofida. Falastinliklar tarafidan qo'lga ilinib ketgan, Isroil tarafidan qo'lga ilinib ketganlarning soni 17 ming atrofida. Vayron bo'lgan uylarning, binolarning soni bu shaharniki ya G'azziniki 80%ni egalladi. Bu kelib chiqqan ziyon. Xo'sh. Biz birozdan bu ziyon bilan foydani birozdan selishtiramiz. Bu urush orlig'ida Isroilning bosh ministri Netanyahu bir bayonotda shunday deydi. Jang'arlig'i. Agar Allah Hamas tarafida bo'lib qolsa-mu, biz Alloh bilan qo'shib Hamasni yana o'timiz deb poat. Jang'arlig'ida biz Hamasni bir qancha kun ishi o'shtirib o'tamiz. Agar Alloh bularning safida turgan bo'lsa-mu, Allohni qo'shib yana o'timiz deb Alloh jang e'lon qildi. Bunga qarta Hamasning bayonotchisi Abu Ubayd biz Netanyahuni va uningki ishg'olchi askarlarning hammasini pat arda tiz cho'ktiramiz deb jang e'lon qildi. Natijada 1,5 yildan keyin Allohning yordami bilan Hamas g'alaba qildi. Isroilning raisi va askarlarning hammasi tiz cho'kdi. Demak, Hamas qurol jihatdagi farqlar, askariy jihatdagi farqlar, imkoniyat jihatdagi farqlar, istixborot va boshqa farqlar qarta urush boshlab qaramliq qildi. Belki üstlük tengilgan bir urush kirishga majbur bo'lib qoldim. Bundan boshqa bo'lganki tanlash huquqi. Ya mustaqillikdan voz kechish kerakda. Agar mustaqilligimizni saqlaymiz, bu irodamizni voz kechmaymiz, urush kirishdan boshqa hech qanday bo'lganki amal yo'q. Hamas urush kirib yuqoriga Saynaga G'azza ahlininki, G'azza aholisining Saynaga palinishi, vatandan mahrum qilishi, o'zini qurolsizlantirishdan iborat bu xatarniki oldini oldi, mustaqillik ruhini saqlab qoldi. Xo'sh. Allah razı olsun hakikaten söylesek uzun söyleyip gitmemiz hem de bu meselelerni. Hem de şu jarayonda şu 470 gün devam kılan bu fajia jarayonida hem de bütün dünya ahli hem de shunchavala ilqi qatliam qilinib parch bo'lib ketganligi jasadlar bütün g'arbning axborotlardan tatib nurg'un hattoki bularninki mustahkam turishi voz kechmay shu yerda shunchavala o'ldirilsimi ham xalqdan bir xilqi ruhiy tushkunlik taslim bo'lish bo'ldi yetar ham biz taslim bo'laylik biz kuchimiz yetmaydi deb taslim bo'lib urush to'xtatdi deb Hamasqa mesela şu yerdeki G'azzadagi xalqmi mesela besim ishlatmadi. Mesela bu jarayonda qarab baxsak Isroilning ichida yani 100 minglagan xalq to'xtamay Netanyahu qarshi shu urush jadal namoyishlar sen to'xtat sen mushunga sabab bo'lding deb anda qilgan gap. Miyada har kuni parch bo'lib ketgan jasad shuni ko'rib turibmi o xalqninki taslim bo'lmay yana shu Hamasning keyinda shu mujohidlarning keyinida turishi ularning shu mujohidlarning qat'iy tavranmay turishiga asosli keyinda xalq bor hamda shuncha bo'lib ketsin. Bu dunyo ahli ko'rib hatta shu jarayonda hamda ba'zida shu millatimizning ichidagi bizning millatning ichidagi shu g'arbda u yerda oqqon bo'lib yashayotganlarning Yahudiylardan bakirmas Zionizm iqimidagi bu Yahudiylardan bakirak Yahudi bo'lib mush Falastin masalasida suhbat o'tkazsak ya va u buni qilsak mush ayıplab ketgan ijtimoiy shuruatlar bilan yezib ketganlarga inson ichilmay qolmaydi valaqshayotganlar. Shular o'zlari yashayotgan g'arbdagi nurg'un insonlar yig'lab Falastinda bo'lgan ishlarni, G'azzada bo'lgan ishlarni ko'rib nurg'unlari musulmon bo'lib ketdi bu jarayonda. Islom kirib ketganlar va Amerikada nurg'un bu din bilan na millati bilan ya bir millatdosh emas ya bir dindosh emas shunda bo'lishi qaramay 100 minglagan o'quvchilar Amerikada universitetlarda shu yerda butunlay G'azza xalqi bilan birga ekanligini bildirib shu yerda maktablardan ayrilib qolishi, ishdan chiqarib etishiga qaramay, ammo bizning millatning ichidan o'zini Uyg'ur deyotgan maxluqlar bu nomussizlar nima ish qildi deslar o'ylab boqsa yani. O'zlari yashayotgan shu diyordagi a'lo qarab biroz nomus qilishni bilmadi hamdi. Biroz xijillar zuvanimni yig'ay demay. Bıraktım söhbət ötküzsək ya xəbəri çıxırıb qoysaq bir yerlərə qıçışıb qılan gəpəm deyib bulanmay qaldan gəpəm. Yəni demək həm də şunda bir vəziyyətni başdan keçirdi həm də bu xalqım. Bizmi o Şərq Türkistan xalqı bir yerdə əslində bularınki az buluşu, sani az buluşu qaramay işğaliyyətə qarşı özünün zəminini qoğdab şu yerdən çıxmay turub
qanchalik bedel to'lasam to'layman, men oxirigacha urishman degan narsani asli Sharq Turkiston xalqi o'rganish kerak bo'lgan nurg'un darslar chiqadan bu yerda. Yani hamda Allah hidayet bersin bu bazı mahluqlarga. Hamda bu nuqtamga temamiz, programmamızın temi Hamas g'alaba qildimi, mag'lub bo'ldimi degan bir tema qo'ydik. Buni bir kirsak hamda yuqorida so'zlaganlarning hammasi buningdan qarshi g'alaba qildi deb xulosalasam. Lekin bir tarafdan qarag'an vaqtimizda yana bu G'azzani yannachi 10 yildan keyin G'azzaning burun qaltiga kep bulanmaydigan darajada bir vayronchilik bor va nurg'un jonlardan ayrildi. Buni men dunyoviy ko'zda qarag'an vaqtida hamda buni qaysi kategoriyaga qo'yib tushundirlar? Balkim ba'zi insonlar G'azzadagi ahvolga qarab, G'azzadagi xarobilikka qarab Hamas ziyon tortdi deb hukm chiqarish mumkin. Chunki har bir inson yoki bir xabar tadqiqot ilmiy ishlar shug'ullangan inson buning natijasini ko'radi. Masalan, Hamas 10 ming askarni shahid etib urishdi. Hamas o'zini 8 ming deb e'lon qildi, Amerika istixboroti 10 ming dedi. Shu asosiy ma'lumotga asosan. Shahid bo'lganlarning soni 50 ming yoki ko'milib ketganini qo'shsak, 100 ming atrofida inson shahid bo'ldi. 100 mingdan ortiq inson yaralandi. Mektep, doktorxonalar falaj holatga keldi. Shahar yurtlardagi binoning 80%ni qo'llanilmas yoki ishlatgan olmaydigan yer kelib chiqdi. Demak, bular hammasi moddiy jihatga bir ziyon. Bu nuqtadan bu Hamas bu yerda nimaga erishdi? 1,5 yillik urushda shahar tamoman tugashdi. Bundan qo'l keltirgan nima? Buni ziyon demay, buni mag'lubiyat demay, nima deymiz deb deyish mumkin. Bunda deganlarmi har xil sohada, har xil millatda, har xil qavmida bağımlısı var. Biz yukarıda degenimizden sırt yani qo'shimiz deymizki Hamas hareketi ve G'azza xalqi yuqori mushunchilik ziyon tortgan bo'lsa, mushunchilik degan gapni qo'shimiz. Biz Sharq Turkiston urush qilmay turib qanchalik ziyon tortdik. Boshqasini qo'yib turlar. 2017 ni hozir qachar qanchalik bir inson mush tanglamay turib, rad qilmay turib, shahodat bayrog'ini ko'tarolmay turib şehit olup gitti yoki bu dunyodan ketdi. Buni bu sondan nechasi ortiq tasdiq ham. Bu vaqtda kirmaymiz, chunki tema ayrim bo'lgach. Hamas va G'azza xalqi yuqorqi shunchalik ziyon tortgan bo'lsa, Isroilning tortgan ziyoni az emas. Isroilningki harbiy jihatdan, askariy jihatdan necha ming askar bor. Ular 2000 da e'lon qilgan. Az e'lon qildi, ha. Ammo bir qism mutaxassislar 7000 dan az emas Isroilning o'lgan askar. Yaralangan askerlere sarang bo'lib qolgan yarımcıdan 10 mingdan chiqdi. Siyosiy jihatga ziyon, iqtisodiy jihatga bu ziyondan sirt Isroil dunyodagi obrazini yo'qotdi. Necha vaqt mazmun dunyoda yetim, bechora, dunyoga patmadim, uch-buch deb qo'lga keltirgan, g'arb davlatining oxir qo'lga keltirgan e'tiborini yo'qotdi. Hatto nurg'un ko'chmanlar ketiklik Isroilni tashlab İsrail'e bo'lsa amaliyotda ularni dunyodan chaqirib akirib qo'ymay avarida. Bu ish bo'lgandan keyin tashlab ham Arab dunyosida İsrail O'rta Sharqda yengilmas kuch deydigan bu e'tiborni yo'qotdi. Masalan 67-yili 5 Arab davlati birlashib Isroildan mag'lub bo'lgan. Chunki u vaqtda kirgan askarlarning e'tiqod kommunist. Mayli Iroqda misol qilaylik, Liviya, Suriya, Misr misol qilaylik, hammasi kommunist e'tiqodli kirgan bo'lg'achqa Isroildan mag'lub bo'lgan. 73 yıl Ramazan'da iman şuarı bilen kirib Mısır özünün tuprağını qaytırıp algan, Anqisha ilgirligini qo'ymayib, ya Camp David bilan bu urush to'xtatilgan. Xo'sh. Arab dunyosi yengilmas deydigan kuch bor shu vaqtdan tortib. Bu kichikkina bir tashkilot, kichik bir jamoat, kichik bir iqlim. İmkoniyati ojiz, qurol yaroqlar o'zgasi bo'lgan ko'pincha oddiy imkoniyatlar. Buning oldida Kural kuşunun itibarı düştü, özden itibarı mı düştü? İsrail 15 minge yakın ayalını öttedi. 18 minge yakın küçük vallarını öldürüş arkalı halkara bir faşist hakimiyet ekanligini özü dünya ispatlab berdi. Başkalar ilgari Hitler onu qildi, bunu qildi deb isbatlagan bo'lsa, bular biz mana bunday adam deb bu yerda o'tganlarning ko'pinchisi 50 necha %ni ayol bilan kichik bo'ladi. O'lgan kichik bolalar soni 18 ming atrofida, ayollarning soni, qiz ayollarning soni 15 ming atrofida.
İsrail qurolsiz insonlarni bombardimon qilish orqali, doktorxonalarni bombardimon qilish orqali o'zininki qatliam qilganligini, irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotlab, dunyo tarafidan irqiy qirg'inchilik qotil deb tomga basildi. Mahkamalarda sotlanyapti. Bu narsani o'ylash lozim. Agar Sharq Turkistonliklar Xitoy hokimi urush jinoyati degan egiraz qanchalik natijaga erishadi, buni azroq aql va uyg'ur o'ylansalar, buning foyda ziyinini yetib yetadi. Biz o temaga yana kirmaymiz hozir. Faqat ishorat qilib qo'yamiz. Yahudlarning Hamasni xalqdan ayritish plani bor. Biz G'azza ahlida ishimiz yo'q. Hamasni yo'qotsak bo'ldi. Hamasning fikrini yo'qotsak bo'ldi degan nishoni bor. Uning mag'lub bo'ldi. Hamasni xalqdan ayirib Hamas tashkilotini yo'qtimiz dedi, ayirib o'tamiz. Hamasning qurolli kuchini qassam to'g'aylari degani bo'yicha buni yo'qtimiz deb buningda mag'lub bo'ldi. G'azzaliklarni Sayna arliq paalab, G'azzani o'zimizning sayohat markazi aylantiramiz deb uningda mag'lub bo'ldi. Falastin masalasini xalqaro tartibdan chiqarib, bunday Falastin deydigan narsa bo'lmaydi. Biz atrofimizga arablar bilan tinchlik kelishimi tuzib, okuga o'xshash ittifoq o'tamiz. Bunday biz mustamlikcha yoki ishg'ol deydigan bu qalpoqdan qutulamiz deydigan xiyoli bor. Buningdanmi mag'lub bo'ldi. Natijada G'azzaliklar o'zidan vatanda qolib qoldi. Mustaqil kurashchilar bo'lgan Hamas askarlari o'zining tuproqida qolib qoldi, ammo ishg'olchi kuchlar bo'lgan Isroil chiqib ketdi. İsrail'ninki bu urush qatnashtirgan askar son 360 ming askar. Hamasning butun kuchi 40 mingda 10 ming shehid bo'ldi. İsrailning 360 ming muntazam arbiyasi bir necha ming g'arb dunyosining u bu yandan kelgan yollanma, setilma askarlar bor, hammasi mag'lub bo'ldi. Dunyo istixborotining kuchi haqida, istixborotning kuchi. Iqtisodiy kuchi haqida Amerika 40 milliard dollar yordam beraylik urushda. Harbiy kuchi yana bizimiz haqida mag'lub bo'lib chiqdi. 360 ming muntazam armiyasi bilan 40 ming atrofidagi iymon askarlarining oldida mag'lub bo'ldi. Xalq o'zining vatanini qo'g'dab, vatan so'ygisi bilan qolib qoldi, ishg'olchilar chekinish majbur bo'ldi. Demak, G'azza xalqininki siyosiy va qurolli harakati bo'lgan ozodlik armiyasi Hamas g'alaba qildi. G'azza xalqi g'alaba qildi. O'rlik mustaqillik ko'rishi g'alaba qildi. Cho'ng davlatlarni kuchiga olgan, cho'ng davlatlarni orqasiga olgan siyosiy jihatdan, iqtisodiy, istixborot, tashviqot jihatdan orqasiga olgan Isroil mag'lub bo'ldi. Isroil yuqori bir necha maqsadlar bor. Hamasni yo'qotish, qurolsizlantirish, G'azzaliklarni Sayna cho'liga paalab, tamoman Isroil masalasini yug'ishtirish iborat bu maqsad hech qanday birisini ishga oshirolmadi. Maqsadni amalga oshirolmadi. Bu yerda siyosiy nuqtadan, harbiy nuqtadan ba'zi bir mulohazalarni o'tirib qo'yamizki, bu g'alaba qilish ba'zi bir filmlarda, ba'zi bir materiallarda ko'rgandek davomli harbiy jihatdan ustun bo'lish bilan qo'lga kelmaydi. Yoki bir zaminni egallash bilan bu kuchlikan, bu g'olibkan degan hukm bo'lmaydi. Bu g'alaba qilish o'yinidan sirt, askariy ustunlikdan sirt, bir zaminni tutib turish, mudofaa qilish yoki egallashdan sirt, moddiy jihatga ustunlik, siyosiy jihatga ustunlik, ma'naviy jihatga, fikriy jihatga ustunlikmi, bu mu g'alaba hisoblanadi? Masalan, misol olaylik. Dushmanning urush iqtidorini ozlatish, ummidsizlantirish dushman. Masalan, 2005 yil ilgari G'azzani yana boshqa o'g'ini bo'lmaydigan tutib tug'ilmadi chiqadigan bo'lsa, bu qatam bu Hamas bilan urush qilmaydi ekan. Hamasning yeng'ini bo'lmaydi ekan deydigan bir yerga keldi. Dushmanning o'zini yengilmas eng ilg'or kuch, dunyodagi eng birinchi darajali istixborot markaz bizda deydigan bu sabsatisning hammasini yer yakson qilib o'tdi. Buni kim qildi? Hamas qildi. Hamas siyosiy irodasini dushman tan oldi. Yoki siyosiy irodasini qabul qildiradi. Biz vatandan ko'chmaymiz, vatanimizni sang tashlab bermaymiz, oq bayroq ko'tarmaymiz, mustaqillik ruhidan voz kechmaymiz, oxiri vatanimiz mustaqil bo'lsa sen bilan urushimiz. Shartnoma shu, mushning kelsan suli va bo'lmasi yo'q. Ustalga kuch orqali keltiradi. Bu g'alaba degan strategik bir nishonni qo'lga keltirish bir g'alaba hisoblanadi. Xo'sh. Hamas o'zining mavjudligini saqlab qoldi, G'azzaning mavjudligini saqladi. Surgun qilinish saqlandi, Falastin masalasini dunyoga qaytarildi. Bu Isroil g'alaba. Bu g'alaba degan bir zaminni egallash g'alaba, bir zaminni mudofaa qilishning o'zimi g'alaba. Yana bu g'alaba degan xalq ichida hurlik ideyasini jonlantirish,
mustamlikka qarshi davomli harakatga o'tadigan bir ruhni terildirish buni o'zimi g'alaba. Bizda yo'q narsani o'zimish. Xalq ichida millatcha hurlik ideyasini yoritish. Dushmanga qarshi turish ruhini shakllantirishni o'z g'alaba. Bu ruh bo'lgan vaqtida aninkanda harakat. Bu ruh bo'lmasa nada harakat? Quruq shuar bilan, u yerdagi yozmalar bilan, bu yerdagi salom soati bilan bo'lmaydi bu ish. Men xalqning hammasida men mahkum, men mazlum, men mustamlik ostida iymonim buni yo'l qo'ymaydi. Millatparvarlik, vatanparvarlik yo'l qo'ymaydi. Bu ruhni cho'ng kichik hammasida g'azziga o'xshash bu ruhni shakllantirishning o'zi bir g'alaba. Xalq ichida tajovuz dushman hamon bir kun g'alaba qilamiz deydigan bu umidvorlik ruhini yoritishning o'zi bir g'alaba. Do'st dushman aqidasini tirik tutishning o'zi bu g'alaba. İnsan o'zininki bir musulmon inson o'zininki kimligini, qimmat qarashini saqlab, mudofaa qilib yashay olishning o'zi bu bir g'alaba. Hem mustaqillik yo'lida, adolat yo'lida, haq yo'lida mustahkam tura olishning o'zi bel qo'yib etmaslikka, dushmanning ideyasiga aldanmaslikning o'zi bu bir g'alaba. Dushmanning maqsadiga yetolmaslikka bu bir g'alaba qarshi taraf uchun. Do'stlarni ko'paytirish, dushmanni azalashning o'zi siyosiy harakatga nisbatan bu bir g'alaba. Demak, Hamas G'azza xalqi g'alaba qildimiz, g'alaba qildi. Çünkü Hamas İsrail'ni hükümetini irqiy qirg'inchilik qatlam bilan ayblab dunyoda e'tiborni tushirdi. Bundan keyingisi mahkamada nega bordi, u ayrim bir masala. Hamasning qilganish. Tajovuzning vahshiyligini isbotlab xalqaro yolg'iz qolib qo'ydi. Ilgari İsrailning kuch qanchalik bo'lgan bo'lsa, İsrail hukumatining bugungi qanchalik bir yolg'iz holatga kelib qolganligini buni siyosiy sahnada his qiladi. Buni kim qildi? Hamas qildi. G'arb dunyosida İsrailni bir qanchilgan ittifoqdoshlardan ayirib tashladi. Buni qo'llaydigan davlatlar voz kechdi. Hamas nurg'un xalqlarning nazaridan İsrailni chiqarib etdi. Ya'ni nurg'un xalqlar İsrailni yomon ko'rdigan, qo'llamaydigan, buni bir vahshiy, Gitlerdanmi o'ta bir vahshiy ekan deydigan bir tuyg'uga keldi. Ya'ni insoniyat yuk deydigan yerga Ekkep qolsa Hamas g'alaba qildi. Oxir xulosaga vaqtida. Balkim bu uzun qolmay bo'lishi mumkin. Hamas G'arb dunyosida bir qancha davlatning rasmiy e'tirof qilishiga erishdi. U qalpoqninki ko'tarilishidan sir, bu terrorlik tashkiloti u bu deydigan, u qalpoqning ko'tarilishidan sir G'arb dunyosi bir qancha davlatning e'tirof qilishiga erishdi. G'arb dunyosida qanchilgan universitetlarda, qanchilgan sohada nurg'un odamlarning hamkorlashishiga, hissashish qilishiga, qo'llashiga erishdi. Hamas bugun kunlikda qahramon, milliy bir qahramon. Vatanparvar, vatanni so'yadigan bir qahramon. Bu holat keldi. Hamasning bu qatim harakati xalqaro sahnadan chiqib qolgan Falastin masalasini dunyoning birinchi masalasiga keladi. Nima bilansa kuch orqali. Demak, bu yerda harakat bo'lsa, vatanning masalasi harakat qiladi. Jonliq faoliyat bo'lib qolsa, vatanning masalasi oldini qilsa keladi. Agar uxlab qolib qolsa, qon berilmasa, badal to'lanmay qolib qolsa, bu vatanning masalasimi? Bumi bibulongda qolib qoladi. Demak, bu Hamas do'stlarini ko'paytdi, dushmanni olgan bo'lsa, yolg'iz qoldi. Bu ozodlik harakati deb atayman Hamasni, ozodlik, islomiy va milliy fikrdagi ozodlik harakati bo'lgan Hamasning qahramonligi va Hamasning oqidagi bu G'azza xalqininki mustaqillik irodasi, vatanparvarligi, vatan sevgisi dunyoni hayron soldi. Dunyo insonlardi. Bu qanday haq bu Hamas dedi. O'limdan qo'rqmaydigan dedi. 40 mingga yaqin askari, 360 mingga muntazam armiya, eng ilg'or qurollar, eng oxir tipdagi ilg'or qurollar. Uning ustiga g'olib keladigan, qochmaydigan, o'limdan qo'rqmaydigan, irodasidan idis voz kechmaydigan qanday edi. Maqbulg'o tarbiya olganlik ekan. Bu xalq ayollar, kichik vallar, qarlar, buvaylar, bu g'azlik. Bu qanday odam dedi. Bu o'lavasimi? Vayjon demaydigan. O'lavasimi taslim bo'lmaydigan. Biz bo'lolmadik demaydigan. Davomli dushmanga qarshi biz maydonda tayyor deb turdigan. Bir bolasi o'lib ketdi, ikkinchi bolasini oldiga ishtirib turgan. Bu qanday ro deb dunyoni hayronga soldi. Zilzil soldi. Bu reallik, bu xiyoliy rivoyat o'qimayapmiz. Bu tadqiqot izlansa chiqib turdi. G'azzaliklarning e'tiborini Hamas harakatining bu qatim harakati oshirdi. G'azzalik esa bugungi kunda hurmati bor. Musulmon dunyosining hurmati va insoniyat dunyosining qahramonlik hurmati bor. Bu G'azzaning bu qatim harakati iymonning kuchini, mustaqillik ideyasining kuchini, axloqning kuchini
namoyon qildi dunyo. Musulmonlar izzat sharafni qo'g'dash qanday bo'ladi? Erkaklik qanday bo'ladi? Ummatvorlik qanday bo'ladi? Buni ko'rsatib qo'ydi. Shu. Bu G'azzada binolar o'rildi, to'g'ri? Shaharlar xarob bo'ldi, to'g'ri. Lekin hurlik, mustaqillik irodasi o'rilib ketmadi. G'azzaliklarda cho'ng kichik, ayol, bo'va yoshli bo'lar, bularda mustaqillik irodasi yo'qoldi. 80% binolardan mahrum qolgan, 2 million yaqin inson uy makonsiz qolgan, necha qatim u tarafdan bu tarafga ko'chishga majbur bo'lgan odamlarda hurlik, mustaqillik irodasi binolar o'xshash qilib tushmadi. Vatan bo'lsa, tuproq bo'lsa, iroda bo'lsa, binoni salavag'in bo'ldi. Uyni salavag'in bo'ladi. Uy 50 yil, 100 yilda yoki 30 yil qatim olmishib tur, selinib chiqilib tur. Ammo ruh boshqa. Ruh bo'lib qolsa, vatan bo'lsa, binoni uyni salavag'in bo'ldi. Shahar vayron bo'lgan bo'lsa, bularning kimlik qimmat qarshi vayron bo'lmadi. Islomiy kimligi va milliy kimligini qo'ydi. Qimmat qarshida, jihad qimmat qarshida, axloqiy qimmat qarshida, musulmonlik qimmat qarshida, hur yashash qimmat qarshidan voz kechmadi bular. İdeyasi buzilmadi. Bizga o'xshash, hali tajovuzchining ideyasini tashabbus qildigan, hali yakomini so'p boqadigan, hali bijnasi so'p boqadigan bunda g'alat buzildi. İdeyasi buzildi. Axloq buzilmadi. Sotqunlik bo'lmadi. Yana bijnasi, xoinlik yana bijnasi bo'lmadi. Mol uchun, mansab uchun bo'lmadi. Ammo nimada bo'ldi? Abbosning go'royida bo'ldi. Axloq buzildi, ammo bo'ldi bo'lmadi. Gini buzilmadi bo'lning. Mustaqillik ro'yida gini buzilmadi. Hurlik yo'lidagi gin bo'ldi buzilmadi. Kurash ruhi o'lmadi bo'ldi. Shuncha bilan badan to'lisimi, kurash ruhi o'lmadi. Mustaqillik ruhi o'lmadi. Davlat qurish, davlatchilik ideyasida bular voz kechmadi. Mustaqil qilamiz deb ruhdan voz kechmadi. Hur yashash erasi yo'qolib ketmadi. Bu natija bilan kelgan ziyonni selishib bo'lsin, tarasib bo'lsin. İnson bo'lsa uy bor. İnson bo'lsa bino bor. Vatan bo'lsa qurilish hamon quriladi. Demek bu Hamas G'azza xalqining ro'yini Hamas ro'yiga aylantirib etdi. Hamas bir hareket, bir fikir, bir ideya, mustaqillik hareketi, ozodlik hareketi. G'azzalikning hammasini Hamas qilib etdi. Bu qatimliq hareketi. Gerçi ilgari andaq manda turdigan yoki qanday bo'ladi deb qaraydigan bir qism insonlar bo'lgan bo'lsa-mu, bu qatimliq hareketi bilan G'azzalikning hammasi Hamasga aylanib ketdi. Biz mustaqil olmak için to'xtamaymiz, hurlikdan boshqa rozi bo'lmaymiz deydigan bu ruhga ekilib o'tdi. Agar Hamas ba'zanlar deganga o'xshash mag'lub bo'lgan bo'lsa, men yuqorqi ziyonlarga nisbatan mag'lub bo'lgan, qanday bo'ladi? Misol alaylik, mag'lub bo'lgan davlatning misol. Ikkinchi dunyo urushida Germaniya mag'lub bo'ldi, Yaponiya mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lgancha ikkili davlat mag'lub bo'lgan Germaniya bilan Yaponiyadan iborat ikkili davlat g'olib bo'lgan davlatning shartlariga taslim bo'ldi. Uni qilsangiz maqsadida shartlarning hammasiga imzo qo'ydi. Agar Hamas mag'lub bo'lgan bo'lsa, o'zining shartlarini qo'yamadi. O'zining shartlarini qo'yolmaydi, qurolsizlantiradi. Eng to'van ehtimol. Yuqori ehtimolda hammasi qirib tashlanadi. Bu mag'lub bo'lgan bo'lsa, g'azzaliklarning hammasi o'zining vatanida surgun qilinadi. Albatta. Saynaning cho'lligi 25 milliard dollar bedeliga 2020 million inson baxsh bedeliga alla burun bu sabqatliqlarni yoki davr so'zida bu imzo qo'ylab bo'lgan bir narsa davlat arsida. Demak, ozodlik harakati bo'lgan Hamas g'alaba qildi, Isroil mag'lub bo'ldi. Buning yana dalillardan bir misol olsak, ba'zi qanoatlanmagan Isroilning generallari bu 1,5 yillik urush ko'rsatgan xizmatiga medal taqilishning o'rniga, mukofotlanishning o'rniga ko'p qismi hammasi istifa berishga majbur bo'ldi. Odatda bir davlatda g'alaba qo'lga kelsa askarlarga medal taqiladi. Mukofot beriladi. Ammo ko'plagan ministerlar voz kechgan sir harbiy generalning ko'pinchisi istifa so'rashga majbur bo'ldi. Nima qilib mag'lub bo'lganlik uchun. Yana qanoatlanmaganlar deymizki, Isroilning bir qism ministerlari xabarlarda mashhur. Tadqiqotchilari, Isroilning o'zidagi tadqiqotchilari o'zlarining bu qatim qurish mag'lub bo'lganligini, Hamasning g'alaba qilib ketganligini, Hamas ustidan g'alaba qilish mumkin emas ekanligini hammasi bayon qilmoqda, e'tirof qilishmoqda. To'g'ri. Demak, buningdan qo'li kelgan ziyon, minat yuzma atrofidagi odamning shahid bo'lishi, binolarning qo'ldan ketishi, yiqilishi, ammo bu yerda yuqorqi bu foyda solish vaqtida Hamasni g'alaba qildi deb kisb aytgan bo'ldi.
Evet. Köp rahmet nayeti güzel tefsili düşündüler. Hakikaten diğerlerdeki şu İsrailyanın içindeki nurgun televiziya kanallarda bulup atkan söhbetler mütehassisler. Netanyahu'nun qandaq mag'lub bo'lganligini bu qatim. Ularni ko'p deyilyapti. Hatto shu ilgirki shu ijtimoiy uchur vositalar qarasak ham shu asr almashtirishning bo'lgan degan. Shu Netanyahu'nun o'zi qanchilgan qatim hem o'zi hem uning generallari davlat mudofaa masalalari ilgirki so'zda biz nurg'un chunki bu urush jarayonida qanchilgan qatim nurg'un takliflar bo'ldi, urush to'xtaydi deb. Shu vaqtda biz Hamas'ni yani birisini mi koymay kırıp tüketmeyecek bu qatim ya ular tügeydi tamamen o'ng'icha biz hech kimning gapini anglamaymiz, cho'qim tüketimiz. Bu nishonimiz bu debla degan tamdi. Shunga shu binoni bombardimon qilganda xalq o'sma ay Hamas bati ashuna ichida bahani ko'rsib qildi o doktorlarni. Doktorlarning aslida Hamasni nima qilib yoqib ishlatib ekan deb. Ashunda qilib vahshiylik bilan qilgan bo'lsa oxirida bilganmasam bu ko'rinishlar o Hamas'ninki mücahitlerninki şu asr almashtirish jarayonida shunchalik ratlik, muntizam harbiy askar shaklda mustahkam qadam bilan turyapti. Buni dunyo bu ko'rinishlarni ko'rdi. Tamam qaysi kuni bir hafta bo'lmadi, ham shu Abduqodir akam bilan shu suhbat o'tkazgandik. Shu ular qandaq musulmon, biz qandaq musulmon deb. Aba yuqorida sil degan masalani biz vatanga selishtirib turib qiyos qilib turib dedimdi. Mushuncha vala narsida qarab boqayli ularning ko'tira ruhining ko'tiranguligi, nurg'un necha minglagan inson ko'rib naytchi inkaslarni tushib turganga. Shu darajadan biz Sharq Turkiston xalqining haqiqatan bundan oldigan, ya'ni tajovuzchiga bo'lgan qarshilik, dushman ko'maslik enining qanchalik ojizlab ketganligini o'ylab baqsa yaxshi. Yani ular sildiler mesela Hamas'ın özünün armiyasi, askerleri o terbiyelenipti. Ama ayadaki, dünyadaki, yeryüzündeki en nüfus hiç boğan bir rayon. Küçükkinden bir Gazze rayonda 2 milyon dincik insan şu yaga sıkılıp kalıqlık hamdi. Aşında bosmu eminetli halk kollumasa, halk aşında müstehkem tutmasa, dünyada her kanda hakimiyet tötkünde düşürdü ki yıkılıp. Ama şunda bosmu bir qatim mesela o boldu muşuncu olam veyran bulamdık deb halk karış çıkma, yana alqa muş jarayonda aş kichik shunda güzel bichar farzandlari parcha ülüp ketsa, xalqninki ko'rsatgan butun muxbirlar tatdi o videolarni. Kishilar g'aribda yig'lab ketdi uni ko'rib. Ya shunchalik taslimiyat bilan ya Alloh mendan qabul qilgan deyotgan. Ya bu shahidimni qabul qilgan mendan burun ketdi. Bu darajadagi bu ko'rinishlardan inson hayron qoldi hamda bunaqa. G'aribdiki bu islomga e'tiqod qilmaydiganlarni hayron qilib yig'lab deganni ijtimoiy shuruatlarda ajoyib chiqqandi. Yani demek yani bu hamda mushadamda G'azze xalqidagi iymon bu qanda tarbiyalangan kishilar bo'lardi. O'ylab baqsam shuncha bola, cho'ng kichik hammasi tegidek. Yani şuna Allah'ın yardımı bo'lgan bo'lishi aniq qo'yam bizga nisbatan. Mushni biroz ochgan bo'lsak. Men ikki hafta atrofida bu ruh sizlar nereden keldi degan bir maqola e'lon qilgandim. Bu Falastinlardagi ruh masalasi, bu masalada kengrak tafsili bizning xalqlar maqolaga murojaat qilsin. Ham bu qisqartib bilan yakunlasak, İslami ve Milli Azadlık Hareketi yetakchiligidagi Hamas yetakchiligidagi G'azze xalqi 1,5 yil jarayonida İsrailninki unsiz tunsiz to'xtamay bombardimon qilishga duch keldi. Bu yerda bombardimon qilish 80 ming tonna bombaning tashlanishi bilan olib berildi. O Yaponiyadagi atom bilan qilingan nechasi ko'p tadqiqotchilarimiz 80 ming tonna, 80 tonna emas, 80 ming tonna bomba tashlandi. Bu bombadan kirish manbalari haqida to'xtalmaymiz. Xo'sh. Her kuni G'azzeliklar nisbatan her saat kichik kunduz o'lim xavfi bor. Qachon o'lib qolsa o'lib ketish ehtimoli o kadar kuchli. Chunki bu yerda tashlangan bomba bu urush rayoni yoki fuqarolar yoki askarlar unda ayrilmaydi. O'lish xavfi ko'z olib ko'rinib turadi. Bu sebepten nurg'un G'azzeliklar ota-onalaridan ayrilib qoldi. Ba'zilari ayollardan ayrildi, ba'zilari ayoldan ayrildi, ba'zilari qizlardan ayrildi, ba'zilari o'g'illardan, ba'zilari tuqqanlardan ayrildi. Ammo ayrilganlar Allah şiitlikimni qabul qilsin deb. Xo'sh. Bu yerda rozilik ifodaladi.
Şiit oğanlığı bilan bu men qiyomat kunida shafaat qiladigan bu ruh bilan bu yerda umidsiz olmadi. Bu g'azzaliklar 1,5 yil jarayonida bir qo'sqin to'yg'azg'idek, hech bo'lmasa 1,5 yilni tashib etsakmi? Qo'sqin to'yg'azg'idek yemek-ichmak topolmay qizlandi. Suvdan mahrum qoldi, elektrikdan mahrum qoldi, qorong'ulikda yashadi. Xo'sh. Reallikmi, reallik. Ba'zilar ochliqdan o'lib ketdi. Hali ko'p sondagi kichik bolalar so'g'aqda to'nglab o'lib ketdi. Qishda, bu qish ilgari qish bo'lgan bo'g'achqa. Chunki bino o'rildi, uy o'rildi, sirtdagi latichida doğan bo'g'achqa to'nglab o'lib ketgan nechilgan bolalar bor. Cho'nglanma. Nechilgan insonlar doğru topolmay, sirtdan kirmaganlik uchun bu yerda o'lib ketdi. Nechilgan insonlar doktorxonaning ostiga ko'milib ketdi. G'azzaliklar mushkil sharoitni yashirinmas. Uylarning ostida qolib qolgan, binoning ostida qolib qolgan, u boshqa maktabning sirtini hamma yerda o'lim xavfi ko'z oldida ko'rinib turadi. Lekin bular mushunchalar vahshiylik oldidimi? Bu xalq mustaqillik ruhidan voz kechmadi. Bo'ldi biz taslim bo'laylik, normal yashsak yashaylik, kimni boshqasi mustamlikchi boshqa normal yashaylik degan ekanmiz. Mustaqillik irodasi ma xalq voz kechmadi. Taslim bo'ldik demadi. Vaysimidi? Aqida, vatan, millat, hurlik bu tuyg'usidan voz kechmadi. Mustaqilligidan bu millat voz kechmadi. Aqidani qo'g'dash yo'lda, insonlikni qo'g'dash yo'lda, vatan millatni qo'g'dash yo'lda shiyik bir badal to'lashdi, ig'ir qo'ymadi bu millat. Boshqa yo'l yo'q dedi bunun. Bu millat mustaqillik harakatini qo'g'dashni, mustaqillik harakati bo'lgan hammasini qo'llashdi. İmani jihatga majburiyat, insoniy jihatga majburiyat, axloqiy jihatga majburiyat, milliy jihatga majburiyat, vatanparvarlik jihatga majburiyat deb qardi. Bu sababdan Hamas harakatini butun kuchi bilan qo'llab keldi. Demak, Hamas xalqqa aylangan xalq Hamasga aylanib ketgan bo'ladi. Bular o'zlarining kimligi, qimmat qarshi, g'ururi bilan yashashni sharaf deb. Musulmonlik kimligimiz bilan, musulmonlik qimmat qarshimiz bilan, milliy kimligimiz bilan, g'ururimiz bilan yashab biz uchun sharaf deb qardi. Bular iymon sharbatidan, iymon g'izolaridan, yoki Qur'on g'izolaridan g'izolanish hech vaqt urush jarayonida to'xtab qo'ymadi. Ta'lim tarbiyani maktab chiqarib tushsimi, imkoniyat bo'lgan bo'lsa, ta'lim tarbiya maktab ishlarini qo'ldan qilish davomlashtirdi. Qur'on kurslarini qo'ldan kelishcha urush bo'layotgan shu paytda o'zim armalarni qo'yib o'tmay davomlashtirdi. Do'st dushman aqidasini davomli bir-biriga tavsiya qilib ta'kidlab turdi. Sabab chora qilish bilan birlikda, ilm ma'rifat asosida, ong asosida sabab chora qilish bilan birlikda natijani Alloh topshirdi. Biz sababini qilsak Alloh bizga mu'min bandalarga, musulmon band cho'qim g'alaba ato qiladi deydigan bu e'tiqod bilan yashadi. Sababni tashlamadi. Bu sababni tashlab qo'yib Alloh bizga yordam bersa, bu soxtalar qoladi. Bular sababni qildi. Ilm ma'rifatga ko'ngil bo'ldi. Injener, muhandislarni yetishtirib chiqdi. Yer asli qurol zavodlarini to'xtamay mangdirib turdi. Yer asli shaharlar davom qilaverdi. Imkoniyat tayyorlikni obdan qilib harakatga otlandi. Bu Allohning yordami sabab qilgan chaqda harakat qilgan vaqtida endin kirdi. Bular o'rinliq bilan Alloh topshirib qo'ydim deb duo bilan aldanmadi. Bu g'azzalik onalarga hayron. G'azzalik onalar, ayollari, hatto qizlar. Bular o'zlarining qahramon avlodlaridan yana turishdi. Voy bolam, bizga bashorat kelib qolamiz. Sizning sababidan biz zindan ketib qolmaydi. Qahramon avlodlarini qo'llashdi. Jihad maydoniga, kurash maydoniga avlodlarida bir shehid bo'lib qolsa, ikkinchi avlodi bo'lib qolsa buni ma'dud. Bu onalar, bu ayollar o'zining hurligini qo'g'dash, iffat nomusini qo'g'dash, izzat sharafini qo'g'dash, o'zining oilasini qo'g'dash, o'z yashayotgan tuproqni qo'g'dashda jihad qilishdan boshqa, kurash qilishdan boshqa hech qanday yo'lning yo'q ekanligiga bular Alloh bilan qanoatni tiklab bo'lgan edi. Amaliyotdan bundan boshqa bu onalarning, bu ayollarning hech qanday ixtiyorligi tanlash yo'qdi bu ishda. Chunki bu jon tikib qo'llash, jon tikib o'zining avlodini, o'zining qahramon avlodlarini qo'llashdan boshqa bu onalarning, bu ayollarningki ixtiyorlik yo'q. Chunki bular tanilgan majburiy urushdi bu. Bu mustamlik bilan mustamlik qilish orasidagi urush mushtaq bo'ladi. Bu ixtiyoriy urush bo'lmaydi. Buni to'xtatib olay, mayal suliylarida unda ya kelmaydi. Hurlik irosi ega insonlarga nisbatan. Bu G'azza xalqi hurlik jangini, mustaqillik ko'rishni butun vujudi bilan qarshi turdi.
Bütün vücudu bilan qo'lladi uni. G'azza xalqi hurlik ko'rishini, mustaqillik ko'rishini bütün vücudu bilan qo'lladi. Bu orqali Abbas shunday bir xitobni berdi bu Abbas Go'roq ya Patriarx deydi. Nima dediyse biz sening hukmronligingni qabul qilmaymiz. Sening qo'l ostida sening boshqarishing ostida yashashni biz qabul qilmaymiz. Biz hurlik yo'lida ya o'lamiz ya g'alaba qilamiz. Abbas nima ish qilgan desa, bu avtonomiyachi edi. Bu Falastinni İsrailninki kontrollik ostida boshqargan qo'chaq bir hokimiyat. Nurbakirga o'xshaydigan. Bu dediki G'azzani men boshqaraydi. İsrailning maqsadi shu edi. G'azzani Hamas yo'qotgandan keyin buni Abbasga topshirsa, mening sizqim bo'yicha boshqardi, amish mening nima bo'yicha ketaverdi. Ammo bu falastinlik ayollar, Falastin xalqi biz avtonomiyani qabul qilmaymiz. Yerim yo'ldagi bunday holatni biz qabul qilmaymiz. Ya jang qilib, g'alaba qilib, mustaqil bo'lib yashaymiz, yoki bo'lmasa sharafimiz bilan bu dunyodan ketamiz. degan bu ruh bilan bular bu harakatni abbadi o'zining qahramon avlodlarini qo'lladi. Natijada Hamas g'alaba qildi. Hamasning qilgan g'alabasi xalqning g'alabasi. Xalq bo'lmagan bo'lsa Hamas g'alaba qilolmadi. Chunki Hamasning askarlarining hammasi xalqning avlodi edi. Demak, bulardagi iymon ruh bunchalar og'ir bir dahshatga, bunchalar og'ir bir qirg'inchilikqa mustahkam turadigan ruhga ekkagan narsa dal o'lidiki eng kuchli iymon, samimiy iymon, sog'lom fikr. Hakikaten ya Rabbim ya, iş qilib nurg'un o'gindigan ibrat oldigan narsalar bor. Hakikaten bu xalqninki. Bir xalqninki tajovuzchi, ishg'oliyatchi oldida qandoq mustahkam turadiganligiga balkim bundan keyin hozir ham deyilyapti. Bu G'azza xalqining shu urush jarayonini ko'rsatgan nimaları bundan keyin yillarcha universitetlarning tadqiqot temasi bo'ldi. Nurg'un bu haqda maqolalar, doktorlik maqolalari yozildi. U yerdagi xalqning cho'ng kichik ko'rsatgan fidokorligi. Hamda vaqtimiz tugab qolaydi. Qisqa bir şekilde şu Hamasning mustaqillik ko'rishidagi tajribalar bizning qurolliqli yigitlarimizga nurg'un narsa chiqadimdi bu qatimqi urushdan. Bizmi şu bular 48-yili ishg'oliyat kuchirdi, biz 49-yili. Mushuncha bola ishg'oliyatni boshdan kechirdik. Men o'ylaymanki biz mushundaq bo'ysunib turib xalqimiz hech bir narsa nima desa bu tajovuzchilar nima desa ham ma'qul deb basimi. Bu yerdagi Falastin xalqi qatliam qilinib, hozirgi yashamasdan 70 yilda bergan qurbonliqlarning necha 10 necha yuz hassini biz berdik yani. Timtas bizni yo'q qilyapti bu tajovuzchilar. Biz bular shuncha bola shu tarixdan boshlab hech qanday taslim bo'lmay urush bizdagi qurbonlik bermadi. Shunda bir reallik oldimizda bizga nurg'un narsalar chiqdi albatta. Bularning tajribasidan bir ikki oz qisqa bir so'z bilan tugatgan bo'lsak. Endi bularning bu tajribasida bir ikki oz bir programma tugamaydi ko'pincha. Ikki hissa menimcha tugamaydi. Evet. Shunda bo'lsa qisqacha bir to'xtalish to'g'ri keladi. Biz yuqorqi bularda qanday iymon, qanday ruh degan vaqtimizda bizning xalqimizdagi mustaqillik ruhining o'lak ekanligi, o'rlik ruhining taq shakllanmaganligi, do'st kim dushmanni tonimasligi, e'tiqod kuchining naqadar bir pasif holat ketayotganligini uni his qilamiz. Chunki bu yer bir vatanning mustaqilligi, o'rlik gap qilingan vaqtida qarshi chiqib qolmasin deb qochadigan necha ming odamning, necha million odamning boy ekanligini nurg'un odamlar bunga shohid. Endi bu Hamasning tajribasiga kelsa qisqalan bir Hamas deydiki, haq egalari, zamin egalari, tuproq egalari hamon kuchli qo'lib deydi. Chunki haq egisan, sen ishg'olchi emas, o'zingni vatanini qutqazmoqchi, vatanini ozod qilmoqchi, insondek yashamoqchi. Unda o'g'ancha sen haq egisidir. Alloh sana yordam bersin va buni qil, chorasini qil deydi. Buni nurg'un ularning nimalarini qarsak bilalaymiz. Ikkinchi ular deydiki, mustaqillik ideyasi g'alaba qilishni ochqichdir. Agar mustaqil bo'lamiz deydigan ideya bo'lmagan bo'lsa g'alaba qila olmaydi. Boshqa o'xshash qurolni topshirib, sen bo'yicha bir saqchilik qilayli, normal turmushimizni kechiraylik degan bo'lsa, bular milliard pul yaqqan bo'ladi. Alloh burun oyda kelgan, oyda talab bo'lgan. Necha milliard beraylik, qurolni tashlanglar, cho'nglari Hamasdan sir chiqib kelsin, qag'al normal yozsin. Ammo bizga bo'lsinizlar, mustamlik asli yashaysizlar bir aytqal. Mustaqillik idistiklanmoqcha g'alaba qilolmaydi. Iymon kuchli bo'lgan vaqtida, insonning mustaqillik idisi kuchli bo'lgan vaqtida qal'a yiqilib tushsimi, bino yiqilib tushsimi,
hürlük ideyasi chiqib tushmaydi. İman kuchli bo'lib qolsa, ideya sog'lom bo'lib qolsa, qal'a qo'ldan kessimi, bino shahar qo'ldan kessimi yoki chiqib tushsimi, hürlük ideyasi chiqib tushmaydi. Hürlük ideyasi birdan-bir vatanni qo'g'dab tura oladigan, himoya qila oladigan narsa hürlük ideyasi. Ammo sarkitda deydiki va g'azzaliklar vatan millatni ozod qilamiz deydigan buni shet vermay ozod qilg'in olmaydi. Vatan millatni himoya qilamiz, qo'g'daymiz deydigan bunga badal to'lamay, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, fikriy jihatdan, tashviqot va boshqa mol dunyo jihatdan buni badal to'lamay turib vatanni ozod qilg'in bo'lmaydi, erishg'in bo'lmaydi. Quruq sapsati bilan, quruq shuar bilan, yana biz sening qo'ynoqchiligi bilan vatanni ozod qilg'in bo'lmaydi. Aqida vatan millatni badal to'lamay turib himoya qilg'in bo'lmaydi. Buni amaliyat ko'rsatdimiz. Bo'libmi bu masala mustamlik bilan mustamlaq qilinuvchi ikki taraf orasidagi bir to'qinish, bir urush bo'lib qolsa, bu yerda shet vermay turib, badal to'lamay turib bu vatanni ozod qilg'in bo'lmaydi. Buningdek mahkum millatlarga nisbatan biz va boshqalarga o'xshash nisbatan hurlik masalasida, adolat masalasida, haqiqat, izzat sharaf masalasida bu badalsiz qo'lga kelmaydi. Badalsiz hech qanday bir natijaga erishgin bo'lmaydi. Biz boshqalardan bir dars olamiz, ibrat olamiz, tajriba olamisak, o'zimiz o'xshib ketadigan millatning tajribasini olsak foydali olamiz. Bular mustamlik qarshi harakat qilgan odam qanday natija qozondi, qaysi yerdan foydalandi, xalqaro qonun, xalqaro kuchlardan bundan foydali olamiz. Bizga o'xshamaydigan odamlarni qiyos qilsak, bu hech qanday bir natija kelmaydi. Ammo harakatda yana g'azzaliklar iymon kuchining, sog'lom ideya kuchining, qarindoshlik kuchininki millat qarindoshlik kuchining, o'zaro o'tinish kuchining, samimiy vatanparvarlikning, hurlik yo'lidagi jihad ruhining, ilm ma'rifat ruhining va mustaqillik irodasining har qanday kuchning oldida mustahkam tura oladiganligini ko'rsatdi. Har qancha ilg'or qurolga, har qancha kuchli narsaga bo'lib qolsin, bu yahudimi atom bor. Bunlar atgan saruqlari, raktalari ismli chiqib ketdi, nechimi 4 mingdan ortiq, ya 7 mingmi? Ammo bu yuqori ruh bilan unga qarshi tura oldi. Xo'sh. Gapimizni yana qisqartib ham tugataversak, islomiy va milliy ozodlik harakati Hamas İsmail Haniye jihad jang arlig'ida İsmail Haniye va Yahya Sinvardan iborat ikki siyosiy liderdan ayrilib qoldi. Ikki shet bo'lish. Ammo bu harakat parchalanib ketmadi. Bu siyosiy kurash keyinga chekinmadi. Mana siyosiy harakatlarga bo'ladigan bir dars. Bu mustaqillik ko'rishi hech kim bo'lmagandek, xuddi İsmail Haniye bodikidek, Yahya Sinvar bodikidek uzluksiz holat davomlashdi. Bu harakat ikki liderning shet bo'lishi bilan orqaga chekinmadi. Acizleşme kalmadı. Adamlardan bir kısmı çıkınıp ketmedi. İçki siyasi cidel maceraga, mensep davasıga, yani bir tokunuşlar ona kam kirip kalmadı. Düşman aldık itibarını bu liderinin yokup geçişiyle yokup gelmedi. Bu bizdenki teşkilatlarımızga, bu bizden cemaatlerimizge en çok dersden birisi. Nemiş kaynağı oldu edilse? Çünkü bu da şahsilerle bağlanmagan. Bu teşkilatın olan Ahmet Yasim'in suikastıyla ölgen. Onun izbası olan Abdülaziz Rentisi onun suikastıyla ölgen. Onun İsmail Haniye, Sinvar ve başka hazır 4 lider akmağa suikastıyla öldü. Mavula şahsi bağlanmagan. Bula ideyaga bağlangan, fikirga bağlangan, aqidaga bağlangan, prinsip bağlangan. Şunu shaxsiylar o'ylab kelsimi? Yetishtirganda ideya bo'yicha maqdi, aqidasi bo'yicha maqdi, fikr bo'yicha maqdi harakat davom qilyapti. Ammo bugungi kunlikda bizning ba'zi harakatlarimiz qarasa, bu harakatni qurib chiqqan, tashkilotni qurib chiqqan, yetaklab menayotgan bu dunyoni ketib qolib qolsa, bu harakatning holi nega bordi? Buni Alloh o'zi bildi. Ya'ni shunga biz shaxsiylarni muqaddas deymiz, fikrni muqaddas deymiz. İdeal muqaddası, prinsip muqaddas. Bunun merkezleşken vakti siyasi hareket en ağır kunlarda muşuna oğuşlar, beşimiz yo'qolib ketdi, u yo'qolib ketdi demesden özünün yolunu tepip devam kıladı. Yani bir yer kıstırıştı geçtik bir nokta dep açsak, kızgarlık bir nokta. 4 Arap devleti, uruş başlanmaz, belki onun aldı. 4 Arap devleti, İsrail'den ve çok güçlerden Amerika ve başkaları Hamas'ını yoktub esenler deb 4 Arap devleti talep qilgan. Ma nokta bu aniq ro'shan. Bu ne? Biz bundan tahlil qilishimiz lazım. 4 Arap devleti Hamas'ını yoktub esenler deb talep qilgan. Dastlab bu İsrail yavaşroq shuni qilsak ularga chata chiqib Arablarimiz qo'zg'alib kelsa, atrofimizga ishimiz, taqimiz ta'sir shamdi kelsa, yo'q, buni yoktub esenler pul bizdan dedi.
iqtisod ketib qolib bizdan dedi. İmkoniyat bizdan dedi. Mavullar beşimizden ağırıt dedi. Bu Palestin meselesi 50-60 yıldan tügmedi. Bir kutulaylı oldu. Mavul terik çıkıp kapqal, jallık çıkıp kapqalsa mening hakimiyetim çatar çıkıdı. Men koltukni meni, o'rindiqni, taxtni ziyon tatimi yo'qitib bersanlar 4 arab davlati yo'qitishni talab qiladi. Mavul nuqtani obdan biz tahlil qilishimiz lozim qarindoshlar. Shundoq turug'liq bo'ladi. Shundoq bir og'ir sharoit turug'liq, atrof arab davlatlarning hammasi dushman tarafga o'tib ketgan turug'liq. Yana o'zining imkoniyati bilan, siyosiy iqtidori bilan, ong saviyasi bilan, ilmiy iqtidori bilan, iymoniy kuchi bilan g'alaba qildi, g'alaba qildi. Bu Hamas harakati G'azza xalqi zolimga qarshi harakat qilayotgan musulmonlar umid tug'dirdi. Musulmonlarning ko'pinchisi umidlanib ketgan. Bular mustabid bilan mustabid allar yashayot. Arab davlatlarga asosan hammasi degdek mustabid hokimiyat. Umidsiz holatda bu umid paydo qildi. G'alaba qila oladi ekanmiz, mustabid diktatorlarni muloqot qilib insondek yashay oladi ekanmiz, erkin holat yashay oladi ekanmiz deydigan bu ruhni tikladi. Ma'naviy ruh bag'ishladi musulmonlarga. Kurash tajribasini taqdim qildi. Kurashda mana bu shakl erib berildi. Buning ularni to'xtab qolmay, tajovuz bilan hamkorlashgan mustabid kuchlarga eg'ir qo'rqinsa. Bugun kunlarda bir qancha eg'ir bir qo'rqinch. Hamon qachon bu yo'ldan bir shamil kelib qolar deydigan bir qo'rqinchli yashamoqda. Bir qanchadan mustabidlar va İsrail bilan kelishimni tuzgan, bularni yo'q hamkorlashib, bu eng og'ir darajada o'sal holatga tushirib qo'ydi. O'ttir sharq xaritasini tamamen o'zgartirib o'tdi. Balki bundan keyingi dunyoning tuzumi nega to'xtaydi, u tarafi vallohu a'lam. Xo'sh. Rahmat, Alloh razı olsun. Müşahede tüyteyle nayeti güzel bir program buldu deb qarayman inşallah. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi temamizni müşahede oyoqlashtiraylik. Albatta deganimdek aslida yani nurg'un tarafdan tartish qilib bo'lgan masala. Lekin hammamiz ko'rib o'tdik mayli nada yashayotgan bo'laydi. Shu davlatlardagi axborotlarni kimnidigidek biz ko'rib har qanday insonni ta'sirlantirgan jarayonlarni boshdan kechirdi bu xalq. İnşallah bizler şu nurg'unlig'an yuqorida deyilib o'tgandek bizning bo'lib oldingi hisobdagi qoralliq kuchlarimizning yaqinda nurg'un axborotlarda chiqib ketdi ularninki nishonlarniki bundaq bir manzillarniki bizning peshimizga keladigan kunlarning bo'lishini orzu qilamiz inshaalloh. G'alaba manzillarininki. Allah ömür bersin yana bir qatimliq sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.